Hammaga salom, sizlar bilan yana F-Managed. Bugungi videomizda bolalar English Liga 2025-2026 season best. Declan Rice, Erling Haaland hamda Hugo Ekitike keldi. Hozir bu pakka sizlar bilan 4500 coins yo'qda xolos ochamiz. To'g'ri, unaqa coinsimiz ko'p emas, lekin menimcha yetadi deb o'ylayman, chunki burnimni omadidan kelib chiqib qarasak, pakka 3 dan birini ketkazamiz va epiclar, ya'ni Showtime bitganlarni akkauntimizga tushirib olamiz degan umiddaman bola. Declan Rice вообще jinni chiqdi. Statistikasi nerealniy bola. Box to box, od shtrafnoy do shtrafnoy va driblinglari yaxshi, hali kuchaytirganda juda yaxshi bo'ladi. Paslari zo'r, finishingini qaranglar bolalar. Finishingi, shtrafnoy udar tepishlari, curl podkrutkalari, himoyalanishi ham zo'r, tezliklari ham zo'r, talcho zo'r, yelka-yo'lka. Idealniy o'yinchi. Va Erling Haaland, target man, bu taran stili, bu to'g'risi juda umuman yaxshi emas, lekin bullet header bolalar, bemalol bullet header qilsanglar bo'ladi. Va akkauntga bullet header kerak. Driblinglari qolgan Haalandlarga qaraganda ancha yaxshi ekan va finishinglari ajoyib, har doimgidek heading 79, scores uskarenalari, speedlari zo'r, jumplari yaxshi, physical kontaktlar zo'r va keyingisi Hugo Ekitike. To'g'risi, paktiga eng ko'zga tashlanmaydigan o'yinchi bo'lsa ham juda zo'r statistikaga ega. 1.90 bo'lishiga qaramay bo'yi, driblinglari juda zo'r, yaxshi tepadi, bosh bilan ham o'ynaydi, yelka-melka, tezliklari ham zo'r, hammasi chotki bolalar. Declan Rice long reach tackle bilan phenomenal pass, bullet header willpower bilan Haaland va phenomenal finishing va momentum dribbling bilan Hugo Ekitike jigarlarim. Xo'sh, pakkachiga kirib olamiz. Va FTLdan to'g'risi bizga hech qaysi biri kerak emas. Bizga to'lka Haaland kerak va Declan Rice kerak. Shu ikkasidan bittasi tushsa, sirasi pakopini tugatamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib 100 tadan boshlaymizmi? Qani qani bismillahirrohmanirrohim. 100 tadan boshlaymiz bolalar. Berib qolarmidi? Yo'q, RMF kim bu? Bu Ilman Inday. Okey. Хорошо. Yana bitta 100. To'xtaydi, 4400 bo'lsa, 4900 bo'lmaydi. Yana bitta 100 ochamiz bu yerda. CB va endi 900 talikni boshlaymiz. 144 ta o'yinchi qolgan. Burnim bilan juda ham ko'p epik ushlab tashlaganman va balkim o'xshab qolar. Mbappeni ham burnimni ushladim. Lekin o'xshasa jinni bo'laman boru. Voy desam. Kim? Lemons. Oy, 2 ta berdi. Fata 3400 coinsimiz bor. Bitta 100 talik bosamiz. Davay, berib yuborarmidi? DMF. Lekin bu Rice emas. Rice CMF bo'lib chiqibdi, uzr. Men DMF deb o'ylabman. Qani ketdi. Yana bitta 900 talik. Bu safar ham burnim bilan ochib boraman. Va bizda epik yo'q. Mateus Cunha bizga kerak emas. 2400 coinsimiz bor. Bitta 100 coins bosamiz. Ketdi. GK bizga varataram kerak emas. Bizga to'g'risi Rice bo'lsa juda zo'rda bu. Rice bo'lsa вообще ideal. 100 coinsga berib yuborarmidi futbol? Lekin akkauntda 100 coinsga ko'p tushib turadi epiklar. Yana bitta 100 va ketdan 900 bosamiz. LVF yo'q. Bizga qanday? Bizga faqat epik kerak. Xo'sh, bitta 900 talik bosamiz yana, 120 ta o'yinchi qolgan va epik beradimi? CMF bu Rice-mi? 23 Merino. Yo'q, Merino. Yomon qilib ketdim, xursand ketdim. Rice chiqib kelarmidi? Mayli. 1200 coinsimiz qolgan bolalar. Burnim bilan 100 ta ochib yuboray. Burnim cho'tib bo'lmatisga otdi. No. Bizda epic deganim Showtime ham yo'q, Big Time ham yo'q hozircha. Ochamiz, lekin Showtime ham Big Time ham yo'q. Tushib ber bitta 100 coins ga orada. 1000 coinsimiz qoldi. 18 ta o'yinchi qoldi fakta. Yana bitta 100 bosamiz va ketidan 900 talik bosamiz va bu 900 talikni yana burnim bilan ochaman.
Pand berma menga burildim, pand berma. Voy! Men tushiraman deb o'yladim, Epic. Hozir $50 ketdi bo'ldi. $50 ketdi bu pakka. Lekin bitta ham o'yinchi bergani yo'q bizga Konami. Biz xohlagan o'yinchini bergani yo'q. Mana buni qaranglar. Yoni Rice yonidagi o'yinchi chiqdi, boru Lemons. Voy. Ey! Nima qilamiz endi? Bu videoni ikkinchi qismi ham bo'lishi mumkin bolalar. Xavotirlanmanglar. Hozircha video tugadi. Mana shu joyda ikkinchi qismi ham chiqib qolishi mumkin. Akkauntda lekin limit kam. Ko'ramiz, mana shu telefoningizdan ham donat qilibmi, eplashimiz mumkin. Hozirgacha ko'rgan bo'lsanglar, bolalar, hammalarga addushi rahmat jigarlarim. Videoga like bosish esdan chiqmasin, bilvosizlar. YouTube'da endi ko'proq kontent qolman. Shuning uchun like bosinglar va meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 3000 ta yazgina qoldi bolalar. Gideta bir yarim mingtacha qoldi 3000 taga. Sizlarga ishonaman. Podpiska bosib meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, mendan kontent bolalar, bosib kontent qilib beraman sizlarga. Hammaga xayr.